siz 100 ta odamni mana shu hammasini Bo'stondan 100 ta odamni qilasizda, to'g'rimi? Qo'shtepaga kelasizda. Qo'shtepa ham mendan olaman. Qo'shtepa ham yer ham shu yerdan bo'ladi, hammasi. Mana shu yerda bichilib, shu yerda ufq dazmol, hamma narsa tayyor tovar chiqdi. 150 ming, 200 ming sharoit tiksa bo'ladi. Qani o'zi nechta Bo'stonda, nechta Qo'shtepada ayollar bor, uyda imkoniyati bor, tikish mashinasi bor, tikadigan. Sizga topshiriq bo'ladi hokim yordamchisi. Mana shu uyda nechta tikish mashinasi bor odam xohlasa bu yerga olib kelib tiksin, xohlasa uyda bizlar yarim tayyor mahsulotni beramiz, undan tayyor mahsulot qilib qabul qilib olamiz. 20 ta xotin-qizga kredit asosida tikish mashina olib berganmiz deyapmiz. Uni buyurtmasi bo'lmaganligi uchun u bugungi kunda ishlata olmayapti uni. Undan samarali foydalana olmayapti. Yo'q, foydalanmayapti. Bizlar o'shanga ob'yomni ko'proq qilib beramiz. Masalan, 100 ming, mana 150 ming, 200 ming deyapsiz. O'rtacha 150 ming so'mdan kuniga ishlaydigan bo'lsa, bir oyda 4,5 million so'm bo'ladi. Boringki 4 million bo'lsa. Uyda o'tirib ham ro'zg'orini qiladi, ham daromad topadi. Rahmat sizga, mana shu 100 kishini ishli qilaman deyapsiz. Agar mana shu Bo'ston mahallasida 100 ta odam bu ishsizlikdan xoli hudud bo'ladi ertaga. Bu Azamat aka duradgorlik bo'yicha ishga oladigan bo'lsa, unga ham kasb hunar o'rgatamiz, ham bandligini ta'minlaymiz. Bundan tashqari mana non pishiramiz, pechoni pishiramiz. Buni mahsulotini sotish uchun bizlar bozordan joy ham qilib beramiz dedik. To'g'rimi? Bir kishi, ikki kishi borib bozorda sotsa, u ham ishli bo'ladi. Sizda o'zingizga alohida bozordan joy qilib beramiz. Siz endi ikkita odamni qo'ysangiz, u odam ham 102-chi, 101, 102-chi odam bo'lib, u ham ishli bo'ladi. Mana shu ikkita mahallani tumanimizdagi eng namunali mahallaga aylantirib, ishsizlikdan xoli hududga aylantiramiz. Bodomchilik yo'nalishi bor. Bodomda apparat kelyapti ekan, bodomni olib kelsak, u yerda bir 20-30 odamni ishli qilamiz. Natijada hammani band qilamiz. Amalda davlatimiz rahbarining olib borayotgan islohotlarini mana shu yerda Bo'stonda bizlar tashkil qilib beramiz. Buning uchun bitta jamoa bo'lib bizlar birgalikda bitta ishni boshladik mana, oxirigacha olib borib, shuni bizlar isbotlab berishimiz kerak amalda. Sport maydonchalari qilindi. Umuman mana shu yer obod bo'ladi. Hozir bundan mana shu bodomga stol yasaymiz, xontoqda. Bu yerda siz nechta odamni band qilasiz? Ishlaymiz, 12 ta odam bo'lsa bo'ladi.